Tan narxi 6 minglik tovarni 49 mingdan sotganlar. Bitta tovarni o'zidan 5 barobar sof foyda olyaptilar. O'rtoqlar, hozir ajoyib bir holat bo'ldi. O'sha holatni sizga ko'rsatmoqchiman. Ya'ni o'quvchim 14 yoshli Muhammad Amin. Mana hozir bularga so'z beramiz. Bu do'konlari Muhammad Aminni sotgan narsalarni qarang. Tan narxi 6 minglik tovarni 49 mingdan sotganlar. Ya'ni даже 8 barobar sotilgan uzun market komissiya va boshqa logistika to'lovlarni minus qilib tashlaganda 30 ming so'm pul tashlab beryapti. Ya'ni bitta tovarni o'zidan 5 barobar sof foyda olyaptilar. Qolgan tovarlarni ko'ramiz. 10 minglik tovarni 55 mingdan sotganlar. 2 minglik tovarni даже 79 mingdan sotgan ekanlar. Qarang. Bu yerda 6 mingni ham xuddi shunaqa shaklda sotilgan. U vaziyat bo'lgani uchun bu yerda 00 so'm turibdi. Mana shunaqa shaklda. Muhammad Amin, qanaqa holat bu? Naqcha qimmat etgan narsalarni qildik. Hammasi yaxshi. Xullas o'rtoqlar, mana ko'pchilik bilishadi, ya'ni uzun marketda ko'proq summada sotaman. Ya'ni men tan narxim arzon bo'lgani uchun, Xitoydan olib kelganim uchun shunaqa qimmat narsalarda sotaman. Ya'ni shuncha ko'p foyda olaman. Bular ham xuddi mana strategiyamni o'g'irlabdilar, shunga ko'chirib qo'yibdilar. Qalay bo'lyapti o'zi? Yaxshi. Savdolar ko'payapti, yaxshi. Yoshlari 14 yoshda Muhammad Amin, ha? Chebeska o'qiymiz. Chebeska. Yoshingiz 14 damidi? 14 da maktab o'quvchisi. Maktab o'quvchisi o'rtoqlar. 14 yoshli o'quvchi shunaqa natijaga erishgandan keyin uyda o'tirgan holatda yosh kattalar endi gapirmasa ham bo'veradi o'rtoqlar. Bu yerda real tartibda ko'rsatyapman. Mana do'kon screenshot emas, hech qanaqa. Bu yerda misol uchun gapiradigan insonlar bu, o'sha gapiradigan insonlar uchun mana screenshot emas, real tartibda ko'rsatilayotgan narsa mana. Shu do'kondagi tovarlar sotuvi.